Você. Assalamu alaikum mehmonlar. Assalamu alaikum ekran oldidagi Chin güzel Ipek Yolu Sırası programında qatnashgan mayırlarning chin haqiqiy ovozini anglashga taqozo bo'layotgan barliq qarindoshlar. Chinuri biotexnikasida Sultan zavodida ishlangan güzellik mening chin güzelliklarim buyumlari mayırlarga omad tilaydi. Balkim bu qadimgi programda qatnashgan mayırlarning qanday tartibligiga hammalar qiziqayotgan bo'lsa kerak. Undaqda oldi bilan mukofot buyumlari bilan tanishib chiqaylik. Birinci dərəcəyə erişkən mayırını əsəl makanı qolcud işləb, sapta və əsəlini bazağı sağanı beri, xalqımızdan yaxdırıb istimal qılışığı erişkən, Ulca Paktil Müslümançı məktik işləb çıxırı şirketi 200 milyon qiymetidəki avtomobil bilən tartıqlaydı. İkinci dərəcə mükafatımız buna ait qatta, uzaq yılıq tədqiqat nəticəsi bilən diyarımızda tuncu bulub, Xudkar markisidəki əla sübətlik görüşlük soda suyunu işləb çıxırıb, xalqımızdan yaxdırıb istimal qılışı və işəncisiga erişkən, Ürümçi Xudkar Fən Texnika Tərəqqiyat şirketi 150 milyon qiymetidəki avtomobil bilən tartıqlaydı. Cingərlik mükafatımız olsa Uyğur tibabatçılıqı belgilik büsüş hasıl qılan Şinjan Kinara məbləğçılıqı ərkan məhsulları təminləyən 100 milyon qiymetidəki avtomobil. Kötüncü dərəcə mükafatımız olsa Zlatqonzan amayan soğan Şinjan Mötüər xalqara soğutçı şirketi Elzoq kiyimçiliği təminləyən 50 milyon qiymetidəki avtomobil. Şuna qarindoshlar, mukofot buyumlarimiz intayin katta. Öz navbatida bizning mayırlarımızdan tayyorligimi intayin puxta. Qani, mayırimiz sahnimizga marhamat. Bu kişi suyumli kişilerimizden, yani o'qituvchidir. Onun kuylariga quloq solaylik. Ben çekimden ta hazırgacha xalq naqshi ham oynabop naqshlarni yoqtirib anglayman, ham yoqtirib aytaman. Men naqshi o'qish, ham sozlashdan boshqa yana top o'ynash, sayohat qilishni yaxshi ko'raman. Ota-onamniki, ayolimniki qo'llashi hem üzümdeki kesbi alaydılıki hem kabiliyetimni bir namoyon qilish maqsadida shu Ipek Yolu Sırası programmasiga qatnashga keldim. Men bu qitim bu programma qatnash orqali eng bo'lmaganda ikkinchi bosqichga o'tishimga zo'r ishonchim bor. Chunki g'alaba tashqarlarga nasib. Zarıp çıksam dost oylandım yâre akan aylansın boyundur. Zarıp çıksam dost oylandım yâre akan aylansın
Şapallanı oynaydı yâre Dalcili eknadeti Şapallanı oynaydı yâre Dalcili Musafir bana yıkmaydı çırağına Öz yurdin yad etti İşlemem bileğimni çırağına Eğlimem yüreği etti Ser altınımızga aman cürler amaya Aman cürler amaya Bir punkallap ketken yok amaya Bir punkallap ketken yok amaya Gider mendir bulup aman cürler amaya Aman cürler amaya Muradiga yetken yok amaya Muradiga yetken yok amaya Akdepemo ölleydu aman cürler amaya Aman cürler amaya Gökdepemo ölleydu amaya Gökdepemo ölleydu amaya Muhabbetlik alemde aman cürler amaya Aman cürler amaya Gönül yaşta güleydu amaya Gönül yaşta güleydu amaya Gönül yaşta güleydu amaya Assalamu alaikum. Aleykümselam. Özünüzü bir tanıştırayım ha? Benim ismim Abdülkadir Kerem. Bu yıl 30 yaş kirdim. Yurtum Bertla Oblast jurnalistim. Kestim o'qituvchi. Ben şunda yaqtuğan temnaq naqşыңызды ve avazыңызды. Gepning rastından desem meni atirtimde bir nechisi mushkil ovozniki bir necha mayir bo'g'achqa yana keyingi musobaqalarda yana o'zaro musobaqa qilsalar gap ashunda sabablar tufayli o'rlamay qoldim kechiring emniyatni naqshini nihoyat yaxshi aytdingiz Rahmat. Shunda bu naqsh yaxshi aytildi. Hozir shu agar bundan yaxshiroq egiz yer bor naqshni birini tanlagan bo'lsam yaxshi ayta olayotgansan. Ovoz chiroyli ekan. Bu o'zi intayin katta naqsha. Undaq belki ovoz doirani ko'gil bo'lmaydi ekanda. Men shu sababdan aylanmadim. Hechqisi yo'q. Xayr. Omad yor bo'lsin. Yaxshi rahmat. Fursatlar yana keladi. Xuddi sizning o'quvchilaringiz biri bitirib kelsa, yana biri kelgandek, kunlar uzun, hamini siz bilan didorlashqaymiz muallim. Çin Nuri Biyofen Teknikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik minin Çin güzel girim buyumları mahirlarga amet dileydi. Programımızda devlet derecelik ekologik rayon Kelpin Nahiye Tağbağırı joylashgan Kimiyelik doğrulardan hali, bulgangan havadan hali, süpesiz buğdaylardan hali, bulgangan sudun hali, ozukluk madla köydürüp itlişten hali. Hesap tabiiy un işlep çıkarıvatkan El Nuri unçılığı alaydı kolladı. Tabiiy yemeklik, sağlam demeklik. El Nuri. Bir yerde erkekler kuvvet içimdeki samimi asker. Programımız hazırda başladı. Güzel ili diyarının kız yigitleri to'g'mi naqsh kelamdi nima?
Mana Qorg'asdan Mardon Mijit ismli do'stimizmi orzu armonlarini yutib sahnimizga keldi. Naqsha uning yangidan söygan kasbi. U bugun bizga söygan degan naqshini elib keldi. Qarshalaylik. O'tira o'qatgan mezgilimda o'zim yolg'iz gitarni elib maydonlarda chilish odam yo'q yerga berib o'zimni qo'shiqlashni o'ylaydim. Boshqalar bayada tantirib faqat naqsh aytolmaydim. Shu sababdan bir kuni muzik muallim tutib oldi, dars mezgildi. Muzik ishxonasiga kirib naqshlarni yetkazib qilgan ekan. Biz bora-bora bu bir muzik atrab qurdik maktabda. Muzik adabimiz bor mezgilda yaxshi ijodiyatlar, yaxshi naqshlar, yaxshi mashqlar bo'lgan edi. Shuni qarab men kollektivni uchun yaxshi ekan deb o'ylab bu qatimda musobaqa qatnashdim. Musobaqa qatnashishga maqsadimda har qaysi yerlardagi muzika tanlangan naqshchi bolalar bu qatimda programma qatnashgan uchun o'zaro fikr almashtirish, o'zim xos bo'lgan uslubim mush qatimda programmaga yaramdi, yaxshi o'ynadi. O'zim sinab ko'rish uchun keldim. Azaldan o'zim bo'lgan ishonchim kamchildi, biroq bu qatimki ishonchim 500%. Mardon Mijit
Özüm yurtum Gulcı'dan hazır bika. Merdam Mecid, Mavu hazır etkan nakşan ismini bitti? Emdi söygen. Ben söygen degan gapni bek chiqardim. Ilqi Koreyaning kinosi sarang degandek tekstni kim yozdi? İbrahim Qurbankam yazıp sanatçılığa çıkıp diken bu nakşını. Ben de özüm icadiyetini çıkmıştım. Qo'rqdim. Hozir putim Yaxshi o'tdi. Mana to'rt muallim san qaradisang, o'sha musobaqaga loyiq naqsh tanlagan bo'g'ashqa andin o'sha melodiyani hurmati asosida o'zingda azroq bir yangilik bor bo'g'ashqa naqshlarni o'zingning hissiyotini qo'shib etish iqtidori bor ekan degan bir ishonch bilan biz o'rildik hozir. Rahmat. Ham meni so'rmoqchi bo'ldim, bu emas. Boshqa naqshlarni ayta olamsa yo shunda tipdagi naqshlarni aytib kelaman. Milliy naqsh ayta olamsa? Millichi aytib baqqan. Masalan, milliy praktiki. Kak bulup yaralsam eğer kuyar edim jığlab zar yok. Ha bo'ldi, yetdi. Ha, bo'ldi. Ben size ettigen akşam vazgeçiretken çok kızıtıp kalıp avazım bitip kalıp aslında bundan bop ketmeydi. Negen bu qattiq ayta olmaysan da? Pek afsusub kaldım ben. Ya yaxshi. Rahmat. Kızıp kalmagan bolsanız da tomoshabinlar o'rildi ekan. O'zingizningki bir arzu armonlaringizni bir daqiqaga qisqacha qiliblam. Ben kesbimmi bu emaschu. Nima kasb? Ben kanun okugan özüm. Keynandın tıxımı erkerek jürey dep nurgulgan yaxşı fursatlarni qo'ldan berip Musaga kirdim. Tıxım tarak qilsam deb o'ylayman. Mush yo'lda. Rahmat. Merdam Mecid, mushu naqshiga havas qilib mushaqqa kirdim dedi. Qachonroq kirding? Resmi kirganimiz 8 ay oldu. Oy. Sen talaylik bo'lgansan o'zi. Rahmat. Buni biz talay deymiz. Men 25 yilda bo'ldi kirgili. Kirib chiqchi shu bir yer borammi o'tma. Sen mana 8 oyda 4 muallimni oldini o'zingga qilgan bo'lsang, mana rasmiy talaylik ekan. Gap tugdi. Rahmat. Endi tanlash navbati zana ixtiyorligida inin. Qani Mush naqsh sahasiga meni akirgan birinchi darajalik mukofotimiz Saptava hasilni bozor sog'an G'o'lja Fahsin musulmoncha yelaklik ishlab chiqarishi ta'minlagan 200 ming yuan qiymatidagi avtomobil. Bu yigit musiqa bilan sirdishib, sog' chalg'ular bilan mo'ngishib turib. Endi biz uning musiqa va kuylari bilan birlikda qalbi bilan sirdish boqaylik. Sahnamizga marhamat. Odatda o'zim rock music and then blues and then reggae albatta o'zimizning xalq kuylarini pek yoqtiraman. Qiziqishim bo'lsa, muzikadan sirt mashina haydashga, sayohat qilishga, harakat qilishga, undan texnologiyalar, san'at doir ishlar bo'lsa pek qiziqaman. Bu program qatnashishdan maqsad deb aytsak, san'atni yaxshi ko'radigan, menga o'xshash chiqishqa, chiqroq do'stlar bilan tanishayda, ham o'zimning naqsh etishdagi zot bilim o'rgangili maqsad bilan shu program kelgandan keyin o'zimizga ishinib keldik. Eng cho'ng tirishganligimni ko'rsataman, o'zimga ishonaman, cho'qim natija qozona olaman deyman. Hope in my heart you're leaving. Baby, I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of money.
everywhere, but the northern lights chasing back out there. Oh baby, baby, it's a wide world. It's hard to get by just upon a smile. Oh baby, baby, it's a wide world. Always remember you like a child girl. You never see love what the world can do, and it's breaking my heart in two. 'Cause I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you wanna leave, take good care. Hope you meet a lot of nice friends out there, but just remember a lot of that and beware. Oh baby, baby, it's a wide world. It's hard to get by just upon a smile. Oh baby, baby, it's a wide world. Always remember you like a child girl. La 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 la. Baby, I love you. If you wanna leave, take good care. Hope you meet a lot of nice friends out there, but just remember the lot of that and beware. Oh baby, baby, it's a wide world. It's hard to get by just upon a smile. Oh baby, baby, it's a wide world. Always remember you like a child girl. Oh baby, baby, it's a wide world, and I'll always remember you like a child. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yaxshi, rahmat. İsmim Ahadjon Ahmad. Sanjidan keldim, bu yil 28 yosh. Amerikaning yezi naqshlari shuna chiroyli o'rnab bergan, ammo bu bizningki sara naqshlarimiz o'xshash. Arliqdagi ovoz doirasi bir Tari? Ha, Degan sal jiddiylashiib qolgan o'xshayman. Mayli. Mayli. Andın o'zim muzik chelayotsa bir tarafdan. Endi biz ham manınğa ovozni asosiy o'lcham qilamiz emasmi? Aniga texnik ketidida kallang bo'lindi. Sen bu chaqda naqshni butun kuching bilan o'ylayolmaysan, butun zehning bilan o'ylayolmaysan. Bu endi odatda boshqa so'rinlarda, boshqa sahnalarda kechirimga erishgan bilan musobaqada biz uni e'tiborga olsak bo'lmaydi. Shuning uchun bu qatimcha biz seni tanlayapmiz. Ben Ahadjonni tanıyman, burun Beyjan tuğan müzikçiler popdan tanışımız. Ben aldılan avazını tanımaktıman. Bu şu programımızdaki en yaxşı adil boğan iş, bu şu orundukça. Biz şu mahirini kömügendikken avaz arkalıp biz programımızdaki ismi Hoş Avaz. Biz avazını en birinci prinsip kıygaçka Örlenmeye kaldık. Emniyette naqshini shuna voyaga yetkazib, gitarni shuna yaxshi chaldingiz. Rahmat, Akin apandim, rahmat. Endi bu qatim musobaqa qatnashgan maqsad endi nom chiqarma, yamiz mashinaga erishib olay deb kamida mashinaga borgan. Shu birinchidan shu o'zimiz bir yaxshi program qildik, men bir qo'llay degan maqsad keldim. Andın rahmat, ko'pchilik rahmat. Andın mush fursatda menga o'xshash muzikani yaxshi ko'radigan, menga o'xshash chiqishqoq, mijoz o'choq do'stlar bilan chiqaraq tanishay deb keldim. Men bu maqsadga yetdim. Bu necha kun jarayonida qiziq do'stlar bilan tanishib oldim. Bugun 4 nafar muallim men uchun fikrmidi, lekin men buning uchun umidimni uzmayman. Davomli tirishiman. Chunki yana
keyin kelaqata mustaq davomli mustaq yaxshi programmalar bo'lsa, o'sha hammalarning birlikda qo'llab turishini umid qilaman. Rahmat. Rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga. Ahadjonning chatal ohanglariga o'zgacha fayzi borki emasmi? Ko'zimizni ichib qo'ydingiz, quloqimizni ichib qo'ydingiz. Rahmat sizga. Yana didorlashguncha omon bo'ling. Birinchi darajalik mukofotimiz Saptava hasilni bozor sog'an Qo'lja Faxtın musulmoncha yelaklik ishlab chiqarishi ta'minlagan 200 ming yuan qiymatidagi avtomobil. Bu yerda erkaklar quvvat ichimligi samimiy askar. Programmamiz hozirda boshlanadi. Do'lani tarim madaniyatlari giralashgan Oqsudan bir yigit yetib keldi. U san'atchimi emas, muzikantmi emas. Ammo u kim? Nima sada yangiratmoqchi? Mening bu shu san'atga bo'lgan ko'z qarashimga uydagilarmi qarshi emas, uydagilar qo'llaydi uni. Yaxshi natijalarni elib, yaxshi kelishimga qarshi turdi. Mening shu san'atdan so'ng yaxshi bir tijorat qilib, bir egalik tiklab yaxshi bir ish qilish planim bor. Bu ishonch kelsak ham men bu ishonch bilan keldim ham deb ancha pursam demasakmi, tirishman ish qilib, bak natija qazonamsammi, bak ko'nglim yerim ketmaydi. Shu ortiqchiligimizni namoyon qilib vaqtimizga qo'shamiz.
küldi anam niye esler Dostan yazsam anam niye köyler Dertlerige anam kol sidi Gülgende hikmetler yüzler Satırlarda anam kol sidi Hayır ana ahtur satiri Yerde kalmaz aman ümidim Kökte uçkan periştilerini Resmirge anam dost idi Kökte uçkan periştilerini Resmirge anam dost idi Ruhi külgen unut anilar Sepirige anam dost idi Sepirde anam dost idi Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Men Aqsu diyoridan keldim. Ismim Ahad Mehmet. Ahadjon, o'zing xizmat o'rning bormi yo o'qiyotgansa, shuni bir deb bera. Shu mening xizmat o'rnim yo'q, shu tijorat bilan shug'ullanib. Ha, tijoratchi. Nima tijorat qilsan? Qanday ish? Shu qaysi bir narsa ipiga qas afshatib degandek. Umuman tirikchilikka necha yosh vaqtingdan tortib o'sha naqsh etishni yaxshi ko'rganligini bizga deb bergan bo'lsang. Shu men shu uydagilarning deyishicha shu 4-5 yosh vaqtimdan boshlab shu deyishlardan shu ustozlarimizning naqshisi musiqalari chiqsa shu qiziqib anglab o'tirib kitoblar o'qir ekanman. Boshlang'ich maktab shu 3-sinfdan boshlab shu musiqaga tutish qilgan. Ovozining bak tatlı ekan. Muva. Chiroyli-ku. Abdulla akamızdan urulgan narsa shunda yaxshi urilib berdingiz ukan. Mushu Jibek yo'li sadosiga qatnashgan muddayimiz nima sababdan bo'ldi? Sizga nima turtki bo'ldi? Mushu jarayon ozroq so'zlab bersiz. Shundan bu naqsh musiqaga yurishdan bo'lganligimdan ham shundaqla shu uydagilarning qo'llab quvvatlashidan yana birga shu soyat g'ash bir akasamning jamoli ko'rish. Meningki aylanmasligimdagi birdan bir sabab sizningki ovozingizningki tusi bek chiroyli, yiqimliq, mungluq, yuragimga badi. Lekin bu naqshini Abdulla efendim naytı voyaga yetkazib aytganligi uchun men shu naqshni anglab ko'nib qolgan. Siz hozir endi mushu ish efendim siz uchun o'rildi. Men sizniki bu tatlı ovozingizning texmo oldiga ilgirlab, yaxshi yo'llarni tepib, sayohatni obdan qilgash, bizni obdan ko'ryapsiz. Sebep men mushu ovozingizni bir parvish qilib texmo oldiga etmangdig'ini ko'zim yetmay qoldi. Shuning uchun o'zim ishkilinib qoldim. Sizdan tovanchilik bilan kechirim so'rayman. Rahmat.
ovozinizdagi o'zining intayin muңı varken bayatın ben o'yladim Abdulla akam aytgan naqsha lekin siz o'zingizniki ovozga moslashtirib o'zingizning ustobida nayt yaxshi o'rinda dedingiz. Hissiyot jihatdan bo'lsin, ovoz jihatdan bo'lsin, o'rinlash jihatdan menga intayin hozir berdi mening yuragimga tegdi naqshingiz. Abdulla akamdan ortiqroq o'rinlayapti demoqchi emassiz? Her gülning fırqı ayrı emas, to'g'ri. Menimcha bu ilimiz rahmat. Bu inimiz Abdulla akam o'xshash aytib qo'ygan bo'lsa men o'rilmasligim mumkin edi. Nima uchun? Chunki Abdulla Abdurim afandidan bir salam bor. To'g'ri. Shunga o'zining alayligini aks ettirib, o'ziniki xush ovozi meniki yuragimga tekkashga men o'rildim. Aynan. Shunga naqshingizga, xush ovozingizga rahmat. Bek chiroyli aytib berdingiz ukam, rahmat. Biz muallimlaringiz shundoq ta'sirlangan bo'g'ashqa oldingizga o'rindiqlarimizni to'g'rilab o'tiryapmiz. Shaxsan menmi bek ta'sirlandim. Chunki bu naqshni men o'zimni yaxshi ko'raman. Bu anla to'g'risidagi naqsha yolg'iz bir shu naqshni yozgan kishining yoki ohangini ishlagan kishiningla shaxsiy anisi uchun aytgan naqsha emas. Onlardan vaqtsiz baldur ayrılib qolganlarning ichki hissiyoti aks etgan naqsha bu. Siz inim bu naqshni o'zingizning bir barlig'ingiz bilan menimcha vujudingiz bilan aytdingiz. Men so'ramoqchi bo'lganim, burun sahnalarga chiqib boqqanmi? Shu 2012-yili, 2009-yili shu viloyatlik meyiblar san'at musobaqasida sahnaga chiqib boqqan. O chaqda darajangiz qanday bo'lgan? O chaqda shu ayrim naqsh etmagan muzikacha chiqqan. Ha. 2 darajali mukofot berishgan. Xo'p, yaxshi. Endi bu da 1-darajalik mukofot erishingiz uchun dilimdan arzu umid qilaman. Rahmat. Menimcha bugun siz uchun aylangan ma'lumlarning hech qaysisi sizning tarbiyalash mas'uliyatidan o'zini olib qochmaydi. To'g'ri. Ya'ni birisi hammasining qobiliyati sizni yetaklab, texmo qanot qaqtirdiganga yetishidi. Siz aldirmay hozir bir ma'lumni tanlab oling. Men bo'lsam, mana shu tezlik ustozimning naqshini yoqtirib anglayman. Men Abdulla akamning naqshini aytdim. Abdulla akamni yaxshi ko'raman. Abdulla akamni tanlayman. Programımızda Devlet Dericilik Ekologik Rayon Kelpin Nahiyet Qağbağırı'na joylashgan Kimiyalik doğrulardan xali, bulğanğan havadan xali, süpesiz buğdaylardan xali, bulğanğan sudan xali, ozuqluq madlar köydürüp itilishdan xali. Sap tabiiy un ishlab chiqarayotgan El Nuri unchiligi alohida qo'lladi. Tabiiy yemeklik, sağlam demeklik. El Nuri. Bu programını samimiy şirkati Malayziyadan import qilgan Shubidin xali biyatda erkaklar quvvat ichimligi alohida talab qildi. O't yurtida tovlangan bu yigit o'z suygusi sifatlangan muhabbat lirikasini ilib keldi. Hasanjonning qalbidagi oy to'linmadi, yilolmadi. Qani, marhamat. Sizlarning tatbiqlarning xalq maqsadlarini amalga oshirishni yaxshi ko'raman. Bu programma o'tkaziladigan olgandan keyin bu meni cho'ng bir sahnaga chiqib, o'zim bir sinab tirishib, o'sha yaxshi natijaga erishish maqsadim.
Çıraylık sen yasanmısan Mama kesem yasanmayken Çıraylık sen yasanmısan Oltun değmem zılva buyumni yarım Oltun zincir asa olmasam Oltun değmem zılva buyumni güzel nigar Oltun zincir asa olmasam Bana kese karanmayken ne de gülüm kara olguni bari Bana kese karanmayken ne de gülüm kara olguni Nerede gülüm karanlığı var Bu dünyada kızlar zatım Nerede sendek yalgını var Bu dünyada kızlar zatım Nerede sendek yalgını var Ettir çiçip havare bulma yarım Çeşmesan o Ettir praysen Ettir çiçip havare bulma güzel nigar Çeşmesan o kuşkoy praysen Bana kesen ay bulmasam Kilivegin yelim var Üzen bir aysen Keçlerde ay bulmasam Kilivegin benim ayım sen Keçlerde ay bulmasam Kilivegin benim ayım sen Kilivegin yalnız ayım sen Assalamu alaikum. Aleykümselam. Özünüzü bir tanıştırıb aytın. İsmim Hasancan Satniyaz. Öyle Turpan'da. Turpan boyluqda. Ma tanıştırışpaydı. Öyle Turpan'da dedim siz. Neymiş bilen şoğulatsız? Özüm şu restoranlarda nakş etme Turpan'da. İbrahim Kağan'ın nakşısı ya? Yaxşı etmediniz, oxuştup etalayıkensiz onun üstüge. Aşı tüven avaz Aşı başlaş noktaları devam edip ketken bolsa bilen takımı o'xshatdi ki. Rahmat. Sal bo'g'ilib qopdi ya ovozlari. İş charchaga tiqchi basta, yomon uzoq saqlab hammamiz mushu ishning dardini tortyapmiz. Kechirayotganlar naqshchilar. Biz yana qayta ko'rishga sizni taklif qilamiz. Kelar musobaqada takımı yaxshi etishingizni umid qilamiz. Bo'ldi, rahmat. Talant, maharat, tirishish, chiniqish orqali ro'yobga chiqadi. Hasanjonning san'at talantini texnik joriy qildirishiga tilakdoshmiz.
el içide yaşlar arasında sadalarınız davamlıq yanırap dursun. Çin Nuri Biopen Teknikisi Sultan Zaltı işlengen güzellik minin Çin güzel girin buyumları mahirlağa amet dileydi. Bu programı bilen hemkarlaşkan Tilek Zencir Smantiz Tabakhanesi sırapkorluk kılmasını tavsiye kılıdı. Bu programını samimi şirketi Malaysiya'dan import kılan Şübidin Hali Biyyette Erkekler Kuvvet biçimligi alaydı talep kıldı. Keling Nurcan Canbula. İsminiz Polatbek Çın, hayatı nurluk bolsun degan izgi ma'nolarni tashkil qiluvchimi? Ya'ni naqshingizni anglaydi. Bu jolu anjasına katılmasına sebebim özümün oyunda muzika деген ұлтқа айырмайды, дінге ешқандай нәрсеге айырмайды деп ойлаймын. Сол себептен бұл жарысқа өзімнің бойымдағы өнерімді халыққа бір көрсетейін деп, халыққа бір әдемі ән сыйлайын деп осы жарысқа қатынасып отырмын. Тек менің әнім сіздерге шаттық сыйласа, көңілділік сыйласа деймін, мені қолдауларыңызбен кетемін. Рахмет сіздерге. Жаңғыр төкті еш басылбай біз келатты бұл жол қарағы көз ашырбай бет алдыда күңгір күре жаңбыр төккен о жол күндер қайда кетті жаштығымдай жекешегі қайрылмазда Жаңбыр төкті, іске түшті, алыс қалған жаштығымда қуантасы жүректі қолдан ұшқан күңгір күре жаңбыр төккен о жол күндер қайда кетті жаштығымдай жекешегі қайрылмазда қанатыдай жаңбыр төген еш басылбай жаңбырларда еске түсті тұңғыш сүйіп
yakşıgi ayrılmazdan kiti varday ayrılmazdan kiti Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Men ismim Nurjan Janbolatlı. Қазақ орындаған ақшам қырғыздың нақшысы Жаңғыр Ямғыр. Ямғыр, Мен мұтас қалдым, тарам ямғыр олап кеткелі. Алдымен мұшы программы жүргізіп атқан, мұшы программда ішлеп атқан әммаларға рахмет айтқым келіп атады. Millet kayırmağın mışı programı yeni örməkdə rəxmət edir. İsil gep qıldınız. Millet armağan, yaş armağan, 16 yaşdan yuqarı demekçi olsunuz. Albatta, bu Jipek yolu sadası, hoş avazlar saynası, özün düşünüp tursa inim. Bu ergiz qaysi bir talla adamның, bir talla milletning ya bir grupning ish emas. Bu hammamizning, sening, mening, bu yerda bizning musobaqamizga hozir Xanzu yo'ldoshlar qatnashib o'tirdi. Qozoq bolalar kelyotdi. Mana meningmi bir qozog'im bor, mening guruhimda. Shuncha yaxshi kuchli Qirg'iz, tojik bolalar bor. Qirg'iz bolalar bor. Mening guruhimda Qalzum bor mana. İpek yo'lidagi barliq odamlar qatnashib bo'ldi. Chet eldan, Amerikadan kelyotdi. Qozog'istondan bor. Ish qilib cheklimi yo'q. Hammamizning sahnasi. To'g'ri. Rahmat. Men san'at instituti 4-yilda o'qiyman. Nima kasbda? Kasbingiz nima? Kasbingiz? Muzika ma'rifi. Muzika ma'rifi. Yaxshi bolalar chiqyapti muzika ma'rifi. Sağ olun. Rahmat. Xo'p, hozir tanlash huquqini sizga berdik. Men bu san'atni yaxshi ko'rgandan boshlab, Misha Shinjongda Erkin akamning naqshlarini chiq olgan. Sizning qalaymi? Uyg'ur tilidagi programmada qozoq yigiti qirg'izcha naqsha o'rlab, hammamizni hayron qoldirdi-da. Endi ustozimiz Erkin Abdulla afandidan ta'lim olsangiz, texnik ko'p tarafli talant egisi bo'lib yetishib chiqareksiz. Çin Nuri Biyofen Teknikisi Sultan Zaltı'da işlengen güzellik minin Çin güzelgirin buyumları mahirlağa amet dileydi. Bu programı bilen emkarlaşkan Tilek Zencir Smantiz tabakhanesi sırapkorluk kılmasını tavsiye kılıdı. O'xshash ismliklar jiqda bu yigitning ismi Mavlon Mamsimik. Bu yigit necha ming metr cho'nqurliklarda yerning markazidagi tuyg'ularni his qila oladi. Uning sadolari cho'nqurliklardan chiqib, yuksak egizlarda yangrab ketsin. Shun bo'lsa, naqsha aytish, to'p o'ynash, futbol tepish. Men bu programmani televizor ekranida e'lonsida ko'rib, ya'ni kep mening bu tunji chaknak chiqishim bo'lganligi uchun do'stlarimning qo'llashi, o'ydiklarimning qo'llab-quvvatlashi bilan bu programmaga qatnashdim. Bu programmaga qatnashib yaxshi natija erishishga ishonchim bor.
keçti degenge Şimdi sen şu çaldıran Mini sendi keçti degenge Şimdi sen şu çaldıran Yasıran Ümidin yüzü minimden Hem yürüpse şunçı yasıran yaşlısın Şunçilik mu şenç bulsa Sevgi degen kandak yaşlısın Şunçilik mu şenç bulsa Şinafiqi mehir söygen Tursa Şinafiqi mehir söygen Yüreklerim kineyip tursa Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Qani tunshayli. İsmim Mevla Mehmet'min. Bu yıl 23 yaş. Hizmetim kan işçisi. Rahmat. Japa keşkensen ha. Kandı işlerde biraz ağışmanda. Yok, bu müzikni mening bir yaqin yosh naqshi yetilayotgan Olamja Ali G'ofur ishlagan she'ri Saodat Sattar Aytuq adashniki. Shu qarasam shu shundoq bir seg'inish hissiyoti bor bu naqshda. Shunaqa, shundoq. Ota-onalaringizga deydigan rahmat so'zlaringiz bormi? Mening ota-onamga deydigan yurak so'zim bo'lsa, meni uning meni qo'llab-quvvatlab berganiga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Yana mening ayolimning hamda to'y qildingizmi? To'y qildim.
ayollarga da'vat etsa degan gaplar. Ya ota-onamga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Ham ayolimga, ham ayolimning, ham mening qaynopam, qaynotamlarga, hammalarga qo'llab berganligiga ko'p rahmat aytaman. Rahmat. Yaxshi yigit, yaxshi. Sizlar bir baxtli bir oila ekansizlar. Mushuni o'zim bir baxt, shundaqmi? Shundaq. Afsuslanmaysizmi? Ya afsuslanmayman. Yo'q, menimcha afsuslanish degan qanday yo'q. Chunki abay aytgandek bir do'stining, ijodiyatchi bir do'stining asari bu, shundaqmi? Shundaq. Bu asarni o'zining ovozi orqali jahon ahliga sunganning o'zi birinchi qadam, bir muvaffaqiyatli birinchi qadam. Shundaq. Har qanday ishning tunji qadami ta'sir bo'ladi, mushkul bo'ladi, jafoliq bo'ladi, balkim o'ngishsiz bo'ldi. Sening menimcha xil o'ngishli bo'ldi. Men sen kichikina fikr berman. Bir yeshing kichik tahi. Sizlarni yaxshi bir umr, bir jup baxtliklardan bu o'tishinglar uchun dilimiz bilan tilakdoshlik bildirish bilan naqshini ko'proq mashq qilgin. Ma'qul. Mushu naqshini sen ham mashq qilganligi o'zingda faqat shunda. Qanchalik bo'ldi naqsh o'qitqili? Men tunji mundaq sahnaga qatnashib boqishim. Men bundan burun sahnaga chiqib boqmagan. Voy. Alamet gayret kutsa. Rahmat. Alamet gayret kutsa. Gayret etkensiz. Gayretingizga barakallah. Rahmat. I promise you. Barak olsun. Rahmat sizga Mavlon Mamtimin. Sizning yiqimliq kuylaringiz sahnamizga harorat baxsh etdi. Sizga omad yor bo'lsin. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zaltı'da işlengen güzellik minin Çin güzel girim buyumları mahirlağa omad dileydi. Programımızda Devlet Dericilik Ekologilik Rayon Kelpin Nahiyet Tağbağırı'na joylashgan Kimyelik doğrulardan hali, bulgangan havadan hali, süpersiz buğdaylardan hali, bulgangan sudan hali, ozuqluq madlar köydürüp itlishdan hali. Hesap tabiiy un ishlab chiqarayotgan El Nuri unchiligi alohida qo'lladi. Tabiiy yemeklik, sağlam demeklik. El Nuri. Biyette erkekler kuvvet içimdeki samimiy askar. Programımız hazırda başladı. Bu yigit Ekber Enver boludu. U Xotandan keldi. U ilgari Abdullah ansamblida gitar çalatdi. Bugünimizga barcha qo'yiladigan naqshni aytib bermoqchi, qani sizga omad yor bo'lsin. Men eng yaxshi ko'radigan ishim bo'lsa, gitar chalish va naqsh muzika aytishni eng yaxshi ko'raman. Qarsam körinem du bala var çok yolda toğra var çok yolda yaxshi ko'rsang ketarman bu bala yomon ko'rsang ketaymiran
Yaman küsen kiteylir Karsam küreler mu bala Bar çok yolda Var çok yolda muna Oturup rasa oyla bala Kaysimiz Haysimiz baguna Kitermen gu bala Yanında kiter Canım diyen çitermen bu Yaş görsen yanında men bala Yaman küsen kiteylir Yaman küsen kiteylir Oturup rasa oyla bala Yaman küsen kiteylir Yaman küsen kiteylir Yaman küsen kiteylir Assalamu alaikum. Va alaykum assalom. Mening ismim Akbar Anvar bo'ldi. Bu yil 24 yoshga kirdim. O'zim Xotan diyaridan. Hozir Lopnaylik san'at umumida xizmat qilyapman. Nima kasb qilyapsiz? Hozir shu asosliq gitar bilan naqshi kasb bilan shug'ullanyapman. Bir ishni so'ralay. Ang bishidagi çalan gitar solo kuyshakli amlafda bu muzikaga taza yeyishmaydi. Şunu ben özüm düşünelmedim mi ya ki sizinki ifademek olgan narsangizni belki mayiz qilmasligim mumkin. Şunu neymiş ki? Bu narsanınki başlanışı asli idealdan çaldım solo kısmını. Onun için solo kısmı ahırlaşkandan keyin özüm ilqiymiş naqşı ey kuydan başlangan naqşı. Solo kısmı ahırlaşkandan keyin ben eyga tushib ketadigan bir yavatdi. Şu naqshiga moslashtirib kirib ketadigan. Ashani yaxshi ifodalamay qolib qoldim. Lekin Dehqon perdesi bek pez chiqdi. O gitarda ketkizib o'tgan yering mayli. Eşitçi. O özüm terbiyeli olma. Kuyini almashtırgan yerlerini oşu olma. Ya onlar desem Abdullah kan bu yaxşı çaldı gitarını sen de çalmagan bile ayrım vaqtda çöpürdük peyz çaldı Abdullah kan bu. Ya bu gitar to'g'riliq sana poat olmaydi.
Ben aş Ekbergim bu atamayım. Ey brother. Ben öğrendim. Oyunu kasap soysun neyden yapma. Abdullah ağayla doğru. Ben ma inimni tunayman. Bu mening gitarcham. Hozir endi Lopnaysda xizmat qilayotgan bo'lg'ashqa biz uzun bo'ldi aloqalashamidik. Mush Akbarning musobaqaga kelganini men rost bilmabdiman. Gitarni Abdullah akam deganganmi? Men buni jurgitiga gapni qilib qo'ymayman. Men bilsam agar, men mush inimni tushansam, to'g'ri topa olgan bo'laman. Sen tanlig'is bor. Lekin bir nima degil olmaydi. Mening his qilishimcha, o'zimcha. Chunki bu gitarist bu mening ansamblimda tug'an vaqtidami, shu seninki gitarlaringga aytib bak hurmat qiladi. Muzikani hurmat. Unda o'sqon men moklo qo'shaqidi. Sana shunda qo'shaqidi. Ammo lekin men ishni buzayotgan bir ayol bormi? Yo, biz o ayollarni bak hurmatlaymiz. Endi Nurlisaning naqshligimi amraqdi, ma rast gap. Rasma? Bunun bir xijilchiligi bo'lyapti. Abdullah akamni tanlamasam qanday bo'larmi ya deb. Endi bu ideyani men buningga men o'zim o'rgatgan. Ras. Men o'rgatmagan, bu mening diskamda o'rganibdi ekan. Unda bo'lsa Abdullah aka inizmi xijil qilmay. Men bu to'g'ri Afrika yana sizni tanlayapsiz. Men xijilib qolmay. O'zim tanlasan. Bo'pti. Qani bu aktyormi bir ko'ray. Bulda men bu hurmatli to'rt ustozninki o'rlib qilib qolsa, o'zimninki ko'ngliga pikkan ustozim bor edi. Mening tanlashim Erkin Abdullah efendi. Yaxshi ko'rsam yanimda. Aytarjon, ovozingizga deb bermisiz? Erkin Abdullah efendiga ergishib, orzularingizni ro'yobga chiqargaysiz. Akbar Anvardagi cho'g'dak qiziqishni Erkin efendining yolqinlik o'tga aylantirishiga ishonamiz.